Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun yana ham qaytib keldik. O'tgan safargi video chiqarib oldik. Shu uyda ataplinasi kotelni o'rnatganlarni yana ham shu uydamiz, xudo xolasa. Ustalarimiz yangilik aytibdilar, o'zlari, shaxsan o'zlari shu bilan tanishtirib chiqamiz sen. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xormanglar. Namozingizga sog'ligingiz. Shukr, rahmat. Ha, yangilik bor deb chaqirdinglar-ku. Ha, yangilik bor. Xudo xolasa yana vodiyda hit bo'lib turgan garelkamiz yana. Ha, shumi garelka? Ha. Hurmatli yurtdoshlar, yana qarang. Atrobotkida yanadan katta garelka ishlatdi o'zlari, o'z qo'llari bilan. Shu garelkani hozir o'tgan safar ishlab berib ketgan ishxonadan ataplinasini ishlab beradilar. Xazayni chaqiribdi. Shu garelkadan qo'yib berasiz deb, yana birinchi ishlagan garelkasini shu xonadan qo'yib beribdilar yana. Hozir shuna keldik biza. Xudo xolasa sizni tanishtirib o'tadi ustaganga o'zi. Xo'sh, buni afzallik taraflaridan boshlasak. Bu garelkamizni mazot, optom, nigrol, so'ngra stiloylardan chiqadi-ku, yog', baliq yog'i, otxota. Otxota yog'lar, ha? Ha, ana shu yog'larni kelib yoqaveradi. Shu yog'lardan ishlatiladi. Liboy yog' yanadi. Rasxod nechik bo'ladi bunda? Rasxod soatiga 1 litr. Soatiga 1 litr. 1 litr, ha. Ha, shunda misol gechda bir 5 litr, 6 litr misol 5-6 soat yoqadim bo'lsam, men yotajak vaqtimda solib qo'ysam, soatiga 1 litr hisoblab yoqaveradi. Ha, shuna qarab hisoblab yoqaveradi. Hozir bunda yonib turgan atrobotki-ku, mashinalardan chiqqan. Mashinadan chiqqan. O. Mana hurmatli yurtdoshlar, qo'y. Necha berasizlar, bahoni necha berasizlar shu yonishi. Mana oddiy atrobotkida yonib turgan garelkamiz yana. Baho beringlar o'zlaringga. Qarang. Regulovkatadan knopkalardan qo'yib qo'yibdilar yana. Ha, bunda bu regulovkatadan bunda. Pasaytirib, azaytiradi, misol uchun. Qotil qaynab ketgan vaqtda ishini pasaytiradi. Bu yerda bu atrobotki yog'larni regulovkada deydi. Unga damchilatib beradigan yeri bu. Bu stakani bu pachoqdan kelib damp turishini ko'rish uchun edi. Shuning uchun qo'yib qo'yibmiz buni. Kraykni ochadilar. Yandan qarab, shunday duzib. Bir duzib olsa bo'ldimi? Ha, bir duzib olsa o'zi yonib turaveradi. Boshqa shart emas. Shu bir duzib olgandan keyin shu bo'yicha yoqib qo'yadilar. Bo'lgani shunga yana zapravka ketib turadi qarshi. Mana zapravka ketib turishga. Buni o'zgartirsam bo'ladi. Xalagan bochoqini qo'yib ishlataveradi. Endi buni qistab turgandan keyin buni olib kelib o'rnatib berdik. Ichine shlangi tashab qo'ysam bo'ladi, boshqa bir bochoqdan yuqoriga qo'yib tur. Endi bu kattaroq bochoq qo'yib. Bu yerda baribir qarang, hurmatli yurtdoshlar, yana bu yerda tuzadini bor. Shlangi tashab qo'ysam bo'ladi.